Assalomu alaykum. Ming Turkun Jo'nakay oshxonasiga xush keldingiz. Bugun o'ta damduu, yumshoq pishiriq tayyorlaymiz. Kanaldan olsangiz. Bizga kerak 1,5 stakan tvorogdan suvi, 1,5 stakan kipitok, 1 osh qoshiq qum shakar, 1 чайный ложка tuz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. 800 gram o'lcheminde un, birinchi bölügünü salıp direkt aralashtirgan so'ng ikkinchi bölügünü 1 osh qoshiq o'lcheminde dro'jni salıp aralashtirib yumshoq qamirda yo'rib tayyor qilamiz. Qizlar, sizlarda uy shartida tvorog tayyorlasangar, suvini to'kib salbasdan mana shunday so'nim pishiriqlarda pishirsangar bo'ladi. Yumshoq qamirda yo'rib olgan so'ng so'z turtib biroz o'simlik mayini qo'yib tindiruga qo'yamiz 1,5 soatga. Bizim tvorog, içine salınçlı начинка. Buna aradan vaqt o'tdi, bizning qamirda tayyor. O'simlik mayi bilan qo'limizni maylab, qamirimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. Agar mening videom sizlarga yoqib turgan bo'lsa, so'z turdi like bosib, kommentariyaga o'z o'y, fikir sunushingizni qoldiringizlar. Biraz o'simlik mayidan qo'yib, jayib chiqamiz. O'ta cho'ng qilib jayuvda shart emas. O'simlik mayidan qo'yib, bir chetga olib turamiz. Mana shunday jayib olgan so'ng betine tvorogdan salib, oldin ola jayilgan qamirni qat-qat qilib qo'yib, tvorogdan salib, qayra qamirdan qo'yib, jayilgan qamirimizni qo'yib, mana shu videoda ko'ringandek qilib tayyorlab olamiz. Mana bizim qamirimiz tayyor bo'lib qoldi. Endi duxovkani listen o'simlik mayi bilan maylab olamiz. Maylab oldik. Endi qamirni bo'laklarga bo'lib, shunday qilib burab chiqamiz. Burab duxovkaning listine tezib olamiz. Mana shunday ko'rinishga keldi. Siz albatta o'zingiz yoqtirgan formani bersangiz bo'ladi. 10-15 minutga tindirib qo'yamiz. Mana aradan vaqt o'tib, mana shunday ko'p chiqdi. Endi yumurtqaning sarisi bilan betin qo'zlab, qalovingizga yarasha kunjut, bo'lmasa maq sepib qo'ysangiz bo'ladi. Andan keyin 200 gradusda qizib turgan duxovkaga solib, 20-25 minutda beti qizargancha pishirib olamiz. Tayyor, sizda tayyorlab ko'ringiz. Mana o'zingizlar ko'rgandek yumshoq.
Эгер менин видеом жакса, сөзсүз түрдө каналыма катталган эмес болсоңуз катталып, коңгуроочуну басып коюңуз. Видеолорду биринчилерден болуп көрөсүз, каналымда жарыяланган видеолорду. Мына өтө сонун. Тамагыңыздар таттуу болсун. Достор, кийинки видеолордон амандашып жолугушканча Аллахка аманат болуңуз. Каналымда кандайдыр бир тамак аштын видеосун кааласаңыз, комментарийга калтырыңыз, сөзсүз түрдө даярдап көрсөтүүгө аракет кылам.